Baxshilar bor. Baxshilar bizning tilda bu baxshiga borishingiz birodarlar shirk amali. Lekin hech qaysi baxshi men baxshiman demaydi. Oldiga Qur'on qo'yib oladi, tasbih qo'yib oladi. Xullas, sizni ko'zingizni quvontiradigan holatda kutib oladi. Mana endi ro'paringizda dam so'raman degan odam baxshimi yoki baxshi emasmi? Farqlari. Baxshi sehrgar kasalni biron narsasini talab qiladi. Sochidan bir qirqimmi, ro'molchasimi, kiyimini bir parchasimi, shuni olib keling deydi. Yana bitta alomati ichiga raqamlar yoki harflar, so'zlar yozilgan, 3 buklangan, 4 buklangan qog'oz beradi qo'lingizga. Yana bitta belgisi kasalning ismini so'raydi, onasining ismini so'raydi. Yana belgilardan bittasi siz tushunmaydigan so'zlarni aytadi. Udur qiladi, esiz yo duo emas payg'ambarimizdan sodir bo'lgan, bor. Payg'ambarimizdan ma'sum duo emas yoki Qur'on oyati emas. Udur qiladi. Ba'zida siz aytmay turib ismingizni aytib beradi. Qayerdan kelganingizni aytib beradi. Hatto mushkulingizni ham aytib beradi. İçindagini topdi deydi. Ini ixlos oshadi. Bu baxshilar, sehrgarlar jinlarni ishlatadi. Bu jinlar siz haqingizda ma'lumot yig'ib kelib, unga berib turgan bo'ladi. Yana bitta alomati bemorga kuydirish uchun, tutatish uchun, cho'ktirib yuborish uchun, kuydirib yuborishlik uchun bir narsa beradi. Qog'ozmidi, cho'ppidi, ipidi bir narsa beradi. Mana shu ham baxshiligini alomatlardan bittasi. Ayrim holatlarda muayyan bir hayvonni olib kelishingizni talab qiladi. Xo'rozmidi, qo'ymidi? Yana bitta alomati ba'zida ana shu kohinlar, baxshilar, sehrgarlar bemor odam borganda 3 kun yuvmay turing, bir hafta suvga bormay turing, bir oy cho'milmay turing degan shartlarni qo'yadi. Mana shu aytilgan 8 ta va boshqa siz bilan biz bilmagan shartlar borki, shularga qarab turib, ro'paramizdagi odamlar baxshimi, baxshi emasligini ajratib olishimiz mumkin. Ajib, nimaga boradi bu baxshini oldiga desiz, ishlarni yurgizib olish uchun boradi. Birodarlar, aqlimizni ishlatib ko'raylik. Agar bu sizni ish yo'llaringizni ochib olishi mumkin bo'lsa, sizni ishlaringizni yurgizib olishi mumkin bo'lsa, o'zinikini yurgizib olmaydimi? Sizni bergan 50 so'm, 100 so'm yana qancha beradi? Qancha beradi? Bilmaysizlarmi? Ana shu yana qimmat mashina mingan, zo'r kiyingan mansabdor odamlarni o'shanaqalarda eshikda navbat kutib turganligini ko'rasiz. Bu nimaning belgisi? Robbisini tanimaganligini, iymondan, islomdan, ilmdan uzoq ekanligini belgisi. Namozxon bo'lgan, dindor bo'lgan, dinini tushungan odam ularni eshikdagiga qadamizni qilmaydi. Chunki amallarini habada bo'lib ketishidan qo'rqadi. Endi Qur'on bilan dam soluvchi, Qur'on bilan ruqiya o'quvchi kimsani alomatlari. Odatda Qur'on suvga o'qib dam solib beriladi ishda. Suvga dam solishlik bor. Asalga dam solinadi yoki zaytunga Qur'on o'qib dam solinadi. Ikkinchidan bemorni namoz o'qiysizmi, o'qimaysizmi deb so'raydi bunaqa bir solih bir qori, Qur'on o'qiydigan odam. Agar o'qimasa namoz o'qiysiz deb shart qo'yadi. Chunki Qur'on birodarlar, mo'min kishilarga shifo. Alloh aytadi: "Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin." Biz mo'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Kim uchun? Mo'minlar uchun shifo va rahmat. Shifo va rahmat. Shuning uchun unaqa baxshi bo'lmagan qoriga namoz o'qing deydi. Nariga namoz o'qishingizni so'ramaydi. Keyingisi, agar bunday bir solih qori bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi bemor bo'lsa, shar'iy libosda kelishini talab qiladi. Va birorta bir mahramingiz bilan keling, yolg'iz kelmang deydi. Bu ham uni baxsh emasligining bitta alomati. Boyagilarga farqi yo'q. Keyingi belgisi, agar bir tabibga, doktorga borgan bo'lsangiz, doktorga bordingizmi deydi. Natijasi nima bo'ldi deb so'raydi. Sahringiz bormi, yuragingiz og'riydimi, so'raydi bu narsani. Hamda bunday inson solih bir qori, solih ruqiyachi, ruqiya qilib bo'lganidan keyin bemorga zikrda bo'ling, Qur'on tilovatini qiling, duolarni o'qing, o'zingizni qo'rg'onlab yuring deb nasihat qiladi. Mana baxshi bilan
baxshi bo'lmagan odamni bir qancha farq qiladi. Lekin shifo Allohdan ekanligi mo'min odamga iymon keltirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalarida mana shunday bir voqea sodir bo'lgan. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.